Pinduoduo ilovasida jonli efirda mahsulot sotib olishni o'rganamiz. Buning uchun mana bu jonli efirlar oynasidan turib xarid qilsangiz ham bo'ladi yoki bo'lmasa biror bir mahsulotga kirganingizda, masalan, bitta mahsulotga kirganimizda shunaqa videosi chiqadi. O'sha videosini ustiga bosganingizdan keyin mana o'tkazib tursangiz ham boshqa jonli efirlar bo'layotgan joyga ham Xuddi hozir jonli efirlar bo'ladigan joy orqali ko'rsatib beraman. Mana bu joyni bosib ko'rib turibsiz. Jonli efirda tovarni biz yaqindan ko'ra olamiz. Sotuvchilar o'zlarini, demak, mahsulotlarini 拇指外翻不高，手指头弯曲伸不直，不能见人缝。我给你做标准是要加40%的工薪的呀，挤牙式的。之前的那个是，就是这全是刺绣的嘛，对不？然后没有那个长带的，是成林的。然后这个包呢是一个新款的配置啊。Ko'rayotganingizdek, jonli efirda mahsulot xarid qilishni afzalligi siz u mahsulotni, demak, Photoshop rasmlarini emas, demak, effekt qilingan videolarni emas, jonli holda to'g'ridan to'g'ri jonli efirda haqiqiy obzorlarni ko'ra olamiz. Video obzori hech qanaqa effekt qo'shilmagan, hammasini jonli efirda ko'rsatib reklama qilyapti. Demak, ichiga nima sig'ishi, o'lchamlari haqida ham siz jonli efirda ma'lumotga ega bo'la olasiz. Agarda sizga shu mahsulot yoqsa, endi xarid qilmoqchi bo'lsangiz, yonida rasmi chiqib turadi. Ustiga bosasiz. Ustiga bosdim. Yana ustiga bosasiz. 人工的啊，针织加宽肩带，宝子们，这个包太牛了。手机来直接上去，直接带 OXA 芯片弹窗，点进去直接切换芯片，直接进入法国的官网页面。 demak, Lux Copy variantini sotayotgan ekan, asl narxi qimmat turishi, brend tovarligi hammasini, demak, Louis Vuitton'ni haqiqiy saytida hech pul yuvanligi, juda ham qimmatligini hammasini ko'rsatib beryapti, e'tibor bergan bo'lsangiz. To'g'ridan to'g'ri jonli efirda hammasini ko'rsatib, demak, beryapti. Endi siz buni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, yana bitta ko'rsatib beraman. Ustiga bosasiz. Shu magazinda, demak, Pinduoduo ilovasidagi havolasi chiqadi. Korzinkaga solib, korzinka orqali buyurtma qilsangiz bo'ladi yoki yoqqan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri buyurtma qilish knopkasini bosib buyurtma qilsangiz bo'ladi. Xuddi buyurtma qilish qanaqa o'rgatgan bo'lsam, qolgan jarayonlari bir xil bo'ladi. Endi siz shu magazinda boshqa tovarlarni ham ko'rmoqchi bo'lsangiz, mana bu sumkachani ustiga bosasiz. Shu magazinda boshqa tovarlari chiqadi mana. Bularni ham jonli efirda obzor qiladi. O'sha jonli efirda ketma-ketlikda obzor qiladigan mahsulotlarni chiqarib beradi. Ko'rib, qarab tursangiz, bularni ham ketma-ketlikda obzor qiladi. Sotib olayotganda mana shu qizil ustiga bosib, Pinduoduodagi havolasiga kirgan holda xarid qilsangiz bo'ladi.